Hamidami? Nimaga bunaqa shim kiyib kelsiz, jirtildi? Sizga yoqiydi dedim-da, ustoz. Menga bunaqa yurishing yoqmaydi. Botingiz almashtirib ket, begona erkakning ko'zi tushmasin. To'ydan oldin yoqardi-yu, endi yoqmay qoldim. Oldin xotinim emas eding, hozir xotinimsan. Rashk qilaman seni. Botingiz almashtirib ket. To'yga aql kirib qoptimi? Bolalar, qani. Men seni ko'ryapman. Charchamayapsizlarmi? Ma'lumotman bunga. O'ynashmagin. Ustozlarga topshiriq qildingizmi? Ha, qilib bo'lganmiz. Bir marta ko'chirishga deb turing. Sizga har safar bir marta bo'lar ekanda. Gapni ham olasiz. Allo? Tez boshqa joyga o'tir, bo'l. Qani siz? Mana kameradan ko'rib o'tiribman hammasini. Boshqa bolalar bilan yonma-yon o'tirman. Xo'p, bitta. Shuncha mehnat qilib ketdi. Kechki kursdoshlar bilan o'tirish bor ekan. Borsam maylimi? Ha, boraver. Rostdanmi? Rahmat. Ha, o'sha yerdan nari to'g'ri onangnikiga o'tib ketavergin, xo'p? Birinchidan kechqurun deyapsan. Ikkinchidan o'tda borib olib, sochlaring bilan jipir-jipir qilib o'ynaysanmi? Keyin begona erkaklar yomon ko'z bilan qaraydimi? Men bunga chidolmayman. Rashk qilaman seni. Hali shunaqami? Bo'pti, men kechroq qaytaman. Bugun kursdoshlarimiz bilan yig'ilishimiz bor. Kelsangiz men uyda bo'lmayman-da. Nimaga? Hozir yoqda qiz bola kursdoshlaringiz ham bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bo'ladi. Siz qo'shilib jipir-jipir qilib o'ynaysiz, to'g'rimi? Men bunga chidolmayman. Meni ketib qolmasin desiz, hech qayerga bormaysiz. Bo'pti, birpasda kelaman, borib kelaveray. Rashk qilaman. Rachot qildi-yu. Rashk qilasanmi? Qizg'onasanmi?